Menga qara bolam. Soching to'kilib, kal bo'lib qolasanmi? O'rtoqlaring kal kakiyan, malla xo'raz makiyan, aroq bersang ichaman, kal boshingga deyaptimi? Soch ektirish, parik taqish, jun septirish ziq bordimi? Sarimsoq piyoz. Agar u topilmasa, kut piyozni suvini siqib, boshingga surib, salafan taqib yotsang ham soch chiqmayaptimi? Ya onasini emsin deb bidayiki bor. Hazil bolam, hazil. Buni oson yo'li bor. Siqilma. Hali zo'r kunlar keladi. Soching kamida belda bo'ladi. Yana qo'shib qo'yib ketdim bolam. Menga qara. Ketgani ketdi. Qaytarib bo'lmaydi. Qolganini saqlab qolish kerak bolam. Saqlab qolishni Xitoy tabobati allaqachonlar o'ylab topdi. Bitta korobka olasan. Telefonni korobkasi bo'lsa ham mayli. Qolgan sochlaringni yaxshilab qirdirib, korobkaga joylaysanda, bolalar qo'li yetmaydigan salqin va qorong'u joyga qo'ysang, asrlab saqlaysan bolam. Bu videomni kimga jo'natishni o'zingizlar yaxshi bildinglar-a? Endi kallarga jo'natinglar demayman, xafa bo'lib qolishi mumkin. Sirrochni jo'natib boringlar. Sog' bo'linglar.